100 ming atrofida hovli qidiryaptimiz. Mana sizga 308 sotixli yangi xonadonimiz mebel texnikalari bilan 105 ming dollarga sotilyapti. Bitta like bosib, kommentda o'zingizlarning fikringizni yozib ketish esdan chiqmasin. Qarang. Ichkariga kirib kelishimiz bilan kattagina mehmonxonamiz bo'ladi. Uyimizning ichki qismiga ikkita eshikdan kirishimiz mumkin. Bu mehmonxonamiz orqali ikkinchi xonamizga o'tib ketamiz va ikkinchi xonamizdan uchinchi xonamizga ham o'tib ketishimiz mumkin. Bu xonamiz yotoqxona qilingan. Umumiy hisobda xonadonimizda 3 ta xona va o'zini podvollari ham bor. Hovli qismini ko'rib turibsizlar, kattagina bemalol sizlar o'tdi. Yana qo'shimchasiga qurilish qilsanglar ham bo'ladi. Bundan tashqari xonadonimizning orqa qismida o'zini qo'shimcha zaxvat yerlari ham bor ekan. Lokatsiyasi qayerda deyapsizmi? Toshkent viloyati Zangiota tumani Kichik Ittifoqda joylashgan. Pastda egalarning telefon raqamlari, tez telefon qilib yana baraka qo'rsanglar bo'ladi. Lokatsiyasi Telegram kanalimizda. Narxiga arziydimi? Nima deysizlar? Tez bosib boring.